Endi esa sun'iy intellekt sohasidagi yana bir kuchli raqib Cloud modelini ko'rib chiqamiz. Bu model ChatGPT va Gemini kabi AI platformalari bilan raqobatlashayotgan Anthropic kompaniyasi mahsuloti. Cloudni ajratib turuvchi asosiy xususiyatlardan biri bir vaqtning o'zida 5 ta fayl yuklash imkoniyati. Bu uni murakkab ma'lumotlar bilan ishlashda juda qulay yordamchiga aylantiradi. Cloud modelidan foydalanish uchun cloud.ai sayti orqali web brauzerda kirish mumkin. Tizimga muvaffaqiyatli kirilgandan so'ng foydalanuvchi maxsus ish sahifasiga yo'naltiradi. Birinchi tajriba. Sodda so'rov. Boshlanish uchun Cloudga sodda bir so'rov yuboramiz. Bozor qiymati bo'yicha dunyoning yetakchi kompaniyalari ro'yxatini taqdim qiling. Natijada Cloud bizga quyidagi yirik kompaniyalarni taqdim etadi: Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Amazon va Nvidia. Ular bozor qiymatiga ko'ra saralangan holda berilgan. Ikkinchi tajriba. Jadval shaklida taqdim etish. Keyingi qadamda Clouddan ma'lumotlarni jadval ko'rinishida taqdim etishni so'raymiz. So'rov: jadval ko'rinishida ko'rsat. Cloud ma'lumotlarni jadval tarzida shakllantirdi va unda faqat kompaniya nomi va bozor qiymati emas, balki har bir kompaniya faoliyat yuritadigan soha ham o'z aksini topgan. Uchinchi tajriba: qo'shimcha ustun so'rab ko'rish. Endi so'rovni yanada murakkabroq qilamiz. Clouddan har bir kompaniyaning aniq bozor qiymatini ko'rsatuvchi qo'shimcha ustun qo'shishini so'raymiz. Ushbu so'rovga Cloud juda aql bilan yondashadi. Mavjud jadvalni o'zgartirishga ehtiyoj qoldirmasdan, ushbu jadvalni saqlab qolgan holda yangi usulni qo'shdi va unga aniq bozor qiymatlarini kiritdi. Bu tajriba Cloud modelining kontekstni tushunish va avvalgi so'rovlarga mos ravishda yangi ma'lumot qo'shish qobiliyatini yaqqol namoyon etdi.